Mana bu obyektni kotyollarini bitta joyga tiqib olishgan. Uстановка bo'lgan, mana ko'rsanglar bo'ladi. Musor saqlash. Buni mana bitta konturni kotel qo'yilgan. Bu yerda отдельно shaxtasi yo'q. Hamma shaxtaning sistemasi mana shu tomonga to'g'ri kelgani uchun mana shu shkop shunaqa foydalanib yuborilgan. Bu yerda mana gazli reduktor, счетчик ham u naryoq boshida bo'lgan. Ularni hammasini ko'chirib bu yoqqa olganmiz. Через stabilizator, mana sbrasniklari, demak, suvni filtri и cho'plik pul boshqaradi. Mana shu narsalar shutga joylashtirilgan, kompaktning qilib chiqqanini o'ylayman. Fasadi simmetrичный. Bu yerda встроенный bo'sh texnika qo'yilgan, oldiga tortib chiqadi. Bu endi ozgina ish qolgan, mana nima xuddi olishimiz kerak.